Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun Shinray haydab yurgan mijozlardan real odzivlarni olamiz. Ya'ni kuniga nech pul topyapti, maksimal nech so'mgacha ortgan, boshqalarga tavsiya qilib bo'ladimi yo'qmi? Shu haqida haydovchilarning fikrlarini o'rganamiz. Agar video qiziq bo'lsa, oxirigacha ko'ring. Biz hammasini yoritib berganmiz. Hop, o'z mijozning real odzivlarini so'raymiz. Shinray T30 ekan. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Salomatmisiz? 3 ta savol bor edi. Xo'p, mashina haqida umumiy fikringiz kerak. Ha, bu mashinaga kechami o'tgan kuni oldim. Zo'r mashina ekan. Motor yaxshi, ot kuchi zo'r. Boshqalarga tavsiya qilasiz? Albatta. Juda yaxshi. Aka, 2 kun olganingizga 2 kun bo'ldi, ha? Agar sir bo'lmasa kuniga qancha topyapsiz? Hozir men bugundan tirikchilikka chiqdim mana. Ha, bugun. Xudo xolasa bu yoqqa. Hali ana maksimal nechta tonna yuk ortdingiz? Hop, bunaqa hali ko'p yuk ortmadim, lekin ortib yurganlar 2 tonna, 2,5 tonnani bemalol olyapti, deyapti. 2,5 tonna. Ha. Rahmat akajon. Mayli, xo'p. Rahmat. Unda ham mashin o'z bunikisini ham olaylik. Xo'p, agar ko'rgan bo'lsalaringiz, Instagramga bitta video qo'yganmiz. Imina Yandexda agar ishlasangiz, Yandex sizga taklif qilyapti 8 milliondan 15 milliongacha oylik. Realni. Aka, mashina haqida umumiy fikringiz boshqalar tavsiya qilib bilasizmi yoki yo'qmi? Albatta aka. Yaxshi. Xudoga shukr. Umumiy fikringizni bir qisqacha aytib o'tsangiz. Nima desak bo'ladi? Kimga qanaqa bilmadim endi. Aha. Xo'p aka, agar sir bo'lmasa, kuniga qancha topyapsiz? Stabil narx yo'q bugunda bir xil. Aha. Birda. Aha, 500-600. 500-600. Aka, maksimal nechta tonna yuk ortgansiz? Aha, 1,5-2. Maksimum 2 tonna demak. Shunaqami? Maksimum 2 tonna, 1,5-2. Rahmat aka, katta. Yana bir ishtirokchimizdan o'z odziv olamiz. Mashina haqida umumiy fikrlarini bildiradilar, xudo xolasa. Akajon, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Mashina haqida aka umumiy fikringiz? Mashina haqidami? Ha, mashina. Mashina qulay, komfort bor, damazlarimizdan ancha. Hali yuk ortib ko'rmadik, endi yuk ortib ko'ramiz. Qachon ishni boshladingiz? Olganimizga bir oycha bo'lib qoldi, endi yuklarni ortamiz. Shu vaqtgacha maksimal nechta tonna yuk ortgansiz? Bunga hali yuk ortganim yo'q, ammo lekin hozir servisdan ham kelyotgandim, gaplashdim. 2 tonna yukda bemalol yurishayotgan ekan. Qo'sh balonlilarda 4 tonnada yurishgan ekan. Shunaqa. Aka, sir bo'lmasa kuniga necha pul topyapsiz o'rtacha? Ya biz o'zlarini ishxonaga, korxonaga olganmiz. Korxona. Lekin tirikchilik uchun chiqmayapmiz. O'zlarini ishxonaga olganmiz. Aka, kattakon rahmat. Mayli. Nomer alohida tema, mashina alohida tema. Aka, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Syomka qilyapmiz, mayli, o'zida. Shinray avtosalonda ishlaymiz. Olganingizga qancha bo'ldi aka? 2 yil bo'ldi. 2 yil bo'ldi. Yanvarda 2 yil bo'ldi. Aka, 100 kilometr qancha benzin yapti? 7-8 ta. 7-8. Aka, boshqalarga tavsiya qilasizmi Shinrayni? Tavsiya qilaman. Xudoga shukr. Yaxshi, podvodit qilgani yo'q. Shinray ham? Ha, Shinray. Kimni qanaqa haydashiga bog'liq shekilli. Aka, agar sir bo'lmasa kuniga qancha topyapsiz? Sir, ha? Har xil, bo'ldi aka. Boshqa ish bilan Bo'ldi aka. Rahmat kattakon. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Syomka bo'lyapti. Mashinangiz qanaqa model edi? T30 Shinray. T30. Aka, yaxshi mashinami shu? Bo'ladi. Boshqalarga tavsiya qilib bilasizmi? Unisi bilmadim aka. Xo'p, aka 100 kilometr qancha yeyapti? 12 ta esiga yemanimcha. Xo'p, aka, agar sir bo'lmasa kuniga qancha topsa bo'ladi? O'zimizdan ishga olganmiz-da aka. Ha, o'zlaringizning ishga. Bo'ldi. Rahmat kattakon aka. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Bu qanaqa mashina edi? Shinray bu. Shinray. Aka, yaxshi mashinami shu? Zo'r mashina. Boshqalarga tavsiya qilasizmi shu mashinani? Ha, yaxshi mashina. 2,5 tonna ko'taryapti.
Rahmat. Xo'p, aka, sir bo'lmasa, kuniga qancha topyapsiz? Endi firmani mashinasi. Biz oylik ishlaymiz. Necha tonna yuk ortgansiz? 3 tonna. 3 tonna. Ha. Rahmat aka. Charchamang, savob Mayli, salom bo'ling.